bo'lgandiki. Ну да, это я. Bugun nega bunday osilib turganimga hayron bo'lyapsizmi? Aynan mana shunday og'ir yuklarni ko'tarishga mo'ljallangan kranlarni bir necha yillardan beri boshqarib kelib, qahramonga aylangan Saida opa haqida gaplashamiz. Voy. Mana ular. Yigirma 8 yildan beri kran sohasida ishlayman. Chunki bu sohaga men o'zim kelganimda qiziqdim. Endi har bitta ish qiyinchiligi bor, qiyinchiligi bo'lgan bizda ham. Boshida kelganda odam o'zi jasoratli bo'lish kerak edi. Butun boshli mana shu kranni yana yuk bilan boshqarish 2 barobar mashaqqatli bo'lsa kerak. Lekin bu ishni ayollar, o'zbekning mard ayollari bajarishmoqda. Asosiy vazifamiz bloklarni ochganda katta yuklar bor, o'sha yuklarni ko'tarish, ularni olib o'zini qo'yadigan maxsus joylari bor, o'sha joylarga qo'yamiz. Yuklarning og'irligi 37-38 tonna. Boshqarish qiyin emasmi? Yo'q, boshqarish qiyin emas. Kranimiz 60 tonnagacha ko'taradi. Yonimizda mexanikimiz bo'ladi. Saidaxonni mana 22 yildan beri bilamiz. Faol ishchilarimizdan Shuhrat medalini olganlar. Shu kranda kechasimi, kunduzimi telefon qilsak kelib ishlab ketadilar. Bularga rahmat deymiz. Baraka topsin. O'z kasbimni yaxshi ko'raman, agarda farzandlarim xohlasa ravo ko'raman. Shogirdlarim 10 dan oshiq shogirdlarim bor. Hammasi minnatdor. Og'ir yengilligiga ko'nikib ishlab kelishyapti shogirdlarim. Mard ayollar bular. Erkaklar uncha-muncha bunaqa ish qila olmaydi. Ayollar xushyor. Bularga tan beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas bularga. Turmush o'rtog'im bor. Bu sohada ishlashimga turmush o'rtog'im ham sababchilar. Chunki bir-birimizni tushunib yashaganligimiz uchun shu sohada kechasi kunduzi ishlashimga ruxsat berganliklariga men minnatdorman. Demak, siz oila va ish o'rtasidagi muvozanatni yaxshi saqlay olgansiz. Bu borada bizni tomosha qilayotgan ayollarga qanday tavsiya bera olasiz? Shuni bir-birini tushunib yashash kerak va o'zini ishonchidan chiqib ketish kerak emas. Boriga ham, yo'g'iga ham ko'nikib yashash kerak. Shunda oila birdamligi har doim saqlanib qoladi. Sizga o'xshagan matonatli, mard, jasur, qahramon ayollarimiz ko'payaversin. Rahmat sizlarga ham, sizni ham tabriklayman. Rahmat. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol.